Qani edi bu muqaddas oyda zino qilmaganimda. Aynan Dulhijja oyida bir yigit bilan gaplashishni boshladim. Boshida o'zini Robbini sevadigan bir insonday ko'rsatdi. U yigit bilan 3 yil davomida gaplashib yurdik. Agar ortga nazar tashlasam, hayotimdagi eng ko'p azob chekkan yillarim bo'lgan ekan. U yigit meni pinhona uchrashishga majburlar edi. Agar yo'q desam, hammaga sharmanda qilaman deb qo'rqitar edi. U paytlar kollej o'quvchisi edim. Qachondirlar uni namozlarimda so'ragan kunlarimga la'nat aytar edim. U menga har safar uylanmoqchi ekanligini, lekin hozir vaqti emasligini, qachon yaxshi ekanligimni isbotlasam, shunda o'ylab ko'rishini aytardi. Alloh meni shunchalik jazoladiki, bir kunda hayotim ostin-ustun bo'lib ketdi. Uni boshqa qizlar bilan ko'rdim va avariyaga uchradim. Oylar o'tar, Alloh meni gunohlarimni poklar ekan, ko'zimdagi yosh hech to'xtamadi. U bir marta ham kelmadi. Yaratganni birinchi qo'yib o'zingizni sevishni boshlaganingizda u qaytib keladi. Bu ham xuddi shunday qildi. Allohimga shukrlar bo'lsin, mana Dulhijja oyi ham kirib keldi. Men esa Allohni tanladim, shayton yo'lini emas. Iltimos, obunachilaringizga hayotim haqida aytib bering. Ular men qilgan xatoni qilishmasin.